إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد الله سبحانه وتعالى bu hayotni yaratdi insonlarni imtihon qilishlik uchun va bu hayotda biz eng muhim bilishimiz kerak bo'lgan narsa hayotda musulmon bo'lib turib Alloh taologa yo'liqishlik. Ya'ni insonga bu hayotda fitnalar keladi, qalbga va insonni badaniga har xil fitnalar keladi. Ustidan bitta fitna ketsa, ikkinchi fitna keladi. Hattoki insonni ba'zi holatlarda Alloh asrasin, iymoni bor bo'lgandan keyin kofir holatga qaytarib ketadi. Ya'ni kishi musulmon bo'lgandan keyin kufr holatga qaytib ketishligi bu nihoyat darajada achinarli narsa. O'zi Alloh subhanahu va taolo iymonni hamma odamlarga nasib qilmadi. Ya'ni shuncha milliard qancha odamlarni yaratdi. Lekin shu odamlarning ichida kimlar musulmon bo'ldi? Qancha odamlar musulmon bo'ldi? Alloh taolo qalbida ixlosini bilgan, sidqni bilgan kishilarga Alloh taolo o'zi iymon berdi. Mana shu iymonini saqlab Allohga yo'liqishlik bu eng katta g'oya bo'ladi. Bizni asosiy g'oyamiz, asosiy maqsadimiz Alloh taologa mo'min bo'lib yo'liqishlik bo'ladi. Va yana bu fitnalar kelib oxiri insonni iymonidan keyin kufr holatga qaytarib ketishligi bu narsa eng achinarli holat. Mana shu kufr holatga qaytib ketishlikning eng katta eshigi, eng asosiy narsa musulmon kishi kofirga itoat qilishligi bo'ladi. Agar musulmon kishi kofirga itoat qilsa, u holatda iymondan keyin kufrga qarab qaytarib ketadi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina kafaru yaruddukum ba'da imanikum kafirin." Ey iymon keltirganlar, Alloh taolo iymon keltirgan sifati bilan nido qilib chaqiryapti. Ey mu'minman degan kishilar, agar sizlar kofir kimsalarga itoat qiladigan bo'lsalaring, kofirlardan bir toifasiga agar itoat qiladigan bo'lsalaring, sizlar mu'min bo'lganlaringdan keyin kofirlikka qarab ketasizlar. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Sizlar iymondan keyin, ya'ni bu qarang Allohni bizga bergan katta bir ne'matiki bizga bayon qilib qo'yapti. Musibatning eng kattasi kofirlarga itoat qilishlik bo'ladi. Agarda kofirlardan bir toifasiga agar itoat qiladigan bo'lsanglar, sizlarni iymonlaringdan keyin kufrga qarab qaytaradi ular. Va kayfa takfuruna va antum tutla alaykum ayatullohi va fikum rasuluh. Qanday qilib sizlar kofir bo'lasizlar? Sizlarning ishlaringda Allohning oyatlari bo'lsa va Rasululloh gapirib turgan bo'lsa, o'shanday holatda qanday kofir bo'lasizlar? Bu holat hech ma'zur tutiladigan holat emas. Hidoyatda bo'lgan, nur berilingan, ilm berilingan toifa, Alloh tarafidan ularga payg'ambarlar yuborilgan, qo'lida Qur'oni bo'lgan toifa hech narsani bilmaydigan, Alloh taolo ularni najas deb kitobida aytib qo'ygan toifaga itoat qilib, iymondan keyin kufrga qaytib ketishligi bu hech qachon bir ma'zur tutiladigan narsa bo'lmaydi. Agar bir shaharda ketadigan odam shahar ahlidan bir yo'l so'rab to'g'rilikni yo'l topib ketadi. Ammo shu shaharda yashab turgan odam chekkadan kelgan bir begona odamdan yo'l so'rab, o'shandan keyin yo'lidan adashib ketsa, u odam ma'zur bo'lmaydi. Musulmon kishi agar iymonli bo'lgandan keyin, unga shunchalik nur berilingandan keyin u agar yo'lidan adashib ketishligi unga hech qachon uzrlik holat bo'lmaydi. Shuning uchun ham Alloh taolo bu yerda so'roq ma'nosidagi inkor bilan aytayaptiki, yoki inkor ma'nosidagi so'roq bilan va kayfa takfuruna va antum tutla alaykum ayatullohi va fikum rasuluh. Ichlaringda Rasululloh bo'lib turib, sizlarga Allohning oyatlari o'qilib turib, qanday qilib kofir bo'lasizlar sizlar? Kofir bo'lishligini sababi kofir kimsalarga itoat qilishligi bo'ladi. Lekin Alloh taolo buni davosini umumiy va
tafsiliy holatda bayon qilib berdi. Asosan katta ishlar shunaqa tartibda bo'ladi o'zi. Ya'ni umumiy qoidasini aytadi Alloh taolo va undan keyin tafsilotini aytib bergan. Buni biz musulmon bo'lib, iymonli bo'lganligimizdan keyin kufr holatga murtad bo'lib qaytmasligimizni birinchi eng asosiy asosi bu Alloh taolo mana shu oyatning davomida bayon qilyaptiki: "Va man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Kim agar Allohni mahkam tutsa, u to'g'ri yo'lga hidoyatlanadi. Demak, eng katta asos bu Alloh taologa qattiq ishonch, Alloh taologa qattiq tayanishligimiz, Allohga suyanishligimiz. Bizda Allohdan boshqa hech kimimiz yo'q. Alloh taolo bizni yaratdi. Allohga hamdlar bo'lsin. Mana shuncha odamlar ichida, millionlagan, milliardlagan odamlar ichida iymon berdi. Bizni Alloh taologa gumonimiz, albatta Alloh taolo bizni yaxshi holatda o'zi saqlaydi inshaalloh. Bizning muammomiz yeb ichishligimizni kamligida emas yoki kiyishlikni kamligida emas. Bu narsa hech qachon mu'min kishini xayolida bo'lmasligi kerak. Bu kofir bo'lgan kimsalarning tushunchasi. Iymonli odamlarni iqtisodiy tomondan qiynab qo'ysak agar ular iymonidan qaytib ketadi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishiga ergashgan kishilarni va u kishini tarafini olgan kofirlarni ham ular Abu Talibni bir darasida ularni iqtisodiy bir muhosaraga olib qamal qilganlar. Bir qancha vaqt davom etdi. Hatto bu qamalda juda qattiq qiyinchiliklar bo'ldi. Daraxtlarni, barglarini yeyishlikka muhtoj bo'ldi, lekin musulmonlardan hech biri o'sha holatdan murtad bo'lib orqaga qaytgan emas. Ya'ni kofir va munofiq bo'lgan odamlarning tushunchasi, ular mana shu musulmonlardan iqtisodiy narsasini bug'ib qo'ygan, och qo'ygan, qorni och bo'lsa senga bo'yin egib keladi degan qoida. Chunki o'zlari o'shanaqa odamlar, ular boshqa musulmonlarni ham ular shunday deb o'ylaydi. Aksincha mu'min kishi bunday bo'lmaydi. Chunki mu'min kishi aniq biladiki, osmonlar va yerning mulki hammasi Allohniki ekanligini biladi. Humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ular aytishadiki, Rasulullohga va uni atrofida yurgan odamlarga nafaqa qilmanglar, ularga yaxshilik qilmanglar, muhtoj bo'lib qolsin, tarqalib ketadi hammasi deb. Lekin bilib qo'yinglarki, osmonlar va yerning xazinasi Allohniki, lekin munofiqlar bu narsani bilmaydi. Munofiqlar hammani o'zlarida deb o'ylaydi. Hamma narsa iqtisodga bog'liq deb o'ylaydi. Hozir biz masalan ko'pimiz iqtisod muammosi haqida gapiramiz, qiyinchiliklar haqida gapiriladi. To'g'ri, bu ba'zi jihatdan muammo bo'lib ko'rinadi, lekin asosiy muammo emas bu. Asosiy muammomiz, bizning muammomiz kofirlarga itoat qilishlik bo'ladi. Allohga mahkam suyanmaslik bo'ladi. Va man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Kim agar Allohni mahkam tutsa, Allohga mahkam bog'lansa, u to'g'ri yo'lga hidoyatlanadi. Mana bu umumiy bizga qoida. Kim adashmayman desa, agar mu'min bo'lib, musulmon bo'lgandan keyin murtad bo'lib oxiriga qaytib ketmayman desa, bu odam birinchi o'rinda Alloh taoloni mahkam tutishlik kerak. Abdulvohid ibn Ziyad rahimahulloh hikoya qilib beradilar. Bir kuni biz dengizga safarga chiqdik. Kemamizni shamol boshqa bir yerga olib ketdi. Bordik, bir orolga borib qoldik. Haligi orolda bir kishi butga, sanamga ibodat qilib turgan holatda uchratdik. Keyin aytdikki, sen bu ibodat qilib turgan butingni hozir bizda kiyimamizda kiyganlarning ichida yasaydigan kishilar bor. Ya'ni xohlasang biz yasab berishimiz mumkin buni. Sen insonlar yasagan narsaga ibodat qilyapsan deganda haligi odam so'radiki, sizlar kimga ibodat qilasizlar? Bular aytishdiki, biz Allohga. Alloh kim deb so'radi. Alloh bu arshi osmonda, yerda saltanati bo'lgan Allohga ibodat qilamiz. Keyin haligi odam so'radiki, sizlar bu Allohni qanday tanidilaring? Qarang, to'g'ri fitratni aytayaptiki, sizlar qanday tanidilaring deb so'raganda aytishdiki, Alloh o'z bizni ichimizdan bir payg'ambar yuborib, unga vahiy qildi. Qani o'sha payg'ambar deganda, u payg'ambar bizga Allohning gapini yetkazdi va dunyodan o'tib ketdi degan. Biror narsa qoldirmadimi o'zidan keyin deganda, o'zidan keyin Allohning kalomini tashlab ketdi. Allohning kalomini menga o'qib beringlar, eshitayin dedi. Shunda o'zlari bilan mushafdan oyatlarni o'qidi. Oyat o'qilishni boshlagandan haligi kishining ko'ziga yosh keldi. Oyatlarni o'qib bo'lgandan keyin islomga keldi. O'zlari bilan ular bu kishini olib ketishdi.
Yo'lda ketishda u kishiga ba'zi bir ta'limlarni berdi, islom ta'limotlarini o'rgatdilar. Va bir joyga borib dam olib o'tirganda ashablari uxlashdi. Bu kishi qarab turib, Alloh uxlaydimi deb so'radi. Alloh uxlaydimi deb so'raganda, yo'q, Alloh uxlamaydi degan. Alloh taologa uxlash loyiq bo'lmaydi deyishganda, bo'lmasa sizlar qanaqangi qulchilar, xo'jalaring uyg'oq tursa sizlar nimaga uxlayapsizlar degan. Keyin haligi o'sha musofirlar hammalari bu kishi yangi islomga kirdi, bir narsa yig'ib beraylik deb turib, moli dunyodan u bu narsa yig'ib u kishiga berganda, bu nima bu degan ekan. Bu endi sen islomga kirding, yangi musulmonsan, bir kamchiliklaringga yaratasan, ishlatasan deganda, haligi kishi aytgan ekanki, men shuncha yil mana shu orolda Allohdan boshqa sanamga ibodat qildim, Alloh rizqini mendan uzib qo'ymadi. Endi o'ziga ibodat qilgan paytimda uzib qo'yadimi degan. Mana shu joyi men aytmoqchi bo'lgan narsa, ya'ni Allohga ibodat qilgan odamni xotirjam bo'laversin, Alloh taolo hech qachon tashab qo'ymaydi. Bizni mu'minlarni Allohga bo'lgan ishonchimiz, Allohga bo'lgan tayanchimiz mana shunday bo'lishi kerak. Alloh bizni rizqimizni o'zi kafolatiga olgan. Bu rizqimizni ichiga kiradi, kiyadigan narsamiz ham, yeydigan narsamiz ham, oladigan havomiz ham, uylanadigan ayollar ham, ko'radigan farzandlarimiz ham, hammasi bu Alloh taoloning rizqi bu. Buni Alloh taolo o'zini zimmasiga olgan, hatto biror bir farishtani ham bo'yniga qo'ymadi. Va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha. Biror bir jonivor yo'qki, illa Allohning ustiga uni zimmasi, Allohning zimmasiga uni rizqi. Xotirjam bo'ling, nahnu narzuqukum va iyyahum. Sizlar farzandlaringni o'ldirmanglar kambag'alchilikdan qo'rqib. Ularni ham, sizlarni ham biz rizqlantiramiz degan Alloh taolo. Bizning ishonchimiz, Allohga bo'lgan gumonimiz qanday? Allohga bo'lgan ishonchimiz agar qattiq bo'lsa, Allohga qattiq bog'lansak, chunki biz Allohni yaxshi ko'ramiz, chunki biz Allohga ibodat qilaman deb, xosatan masalan mana shu majlisda o'tirganlar va boshqa kishilar Allohga ibodat qilganligi uchun hozir bo'lib yuribdi. Allohning kalomini kalom bo'lsin, Allohning hukmi hukm bo'lsin, Alloh taolo bizga hokim bo'lsin, nima bo'lsa kitobulloh, sunnat rasul bo'lsin deganligi uchun bunday aytganda, qo'pol aytganda sarson sargardon bo'lib yurgandir balkim. O'sha odamlarni Karim bo'lgan Alloh qanday tashab qo'yadi? Mana bu narsalarda agar biz o'ylaydigan bo'lsak, Alloh taolo hech qachon o'zini bandalarini xor qilib qo'ymaydi. Valan yaj'alallohu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Alloh taolo kofirlar uchun mu'minlarni ustiga hech qachon hech yo'l qo'ymaydi. Mu'minlar kofirlarga xor bo'lmaydi. Muammo mu'minlar kofirlarga itoat qilishligida. Mana shu narsani biz yaxshi bilishimiz kerak. Bu bizga birinchi umumiy qoida. Musulmonlikdan keyin kofirlikka qaytib ketmaslik uchun biz eng asosan Alloh taoloni mahkam ushlashligimiz kerak ekan. Keyin Alloh taolo buni tafsilotini asosan 3 ta qoida bilan aytib berdi. Mana shu oyatning davomida Alloh taolo aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey iymon keltirganlar, ey iymoni bor, mu'minlikni da'vo qilgan kishilar, Allohdan haqiqiy taqvo qilinglar. Va sizlar faqat musulmon bo'lgan holatda dunyodan o'tinglar dedi. Allohdan haqiqiy taqvo qilishligimiz bizni musulmon holatda dunyodan o'tishlikka olib keladi. O'zi maqsad ham shu o'zi. Bizning maqsadimiz yaxshi kiyinib yurish, yaxshi ovqatlarni yeyish, yaxshi uylarda yashash emas. Bu joyda yig'ilishligimizdan maqsadimiz ham qanday qilib turib biz islomimizni, iymonimizni saqlab qolamiz, qanday qilib Allohga mo'min bo'lib yo'liqamiz. Bu topgan narsalar, mol-mulklar hammasi shu dunyoda qolib ketadi. Yaqin kunda hammamiz Allohga yo'liqamiz. Mana shu kunda agar kim mo'min bo'lib yo'liqsa, Allohga haqli bo'ladiki, inshaalloh uni jannatga kirgizishlik. Buni bir qancha dalillardan Alloh taolo buni va'da bergan bizga. Allohdan haqiqiy taqvo qilinglar va Allohga musulmon bo'lgan holatdagina yo'liqinglar. Insonning eng asosiy o'zi holati 3 ta bo'ladi. Tug'ilishlik payti va o'lish payti va qiyomat kuni tirilish payti. Mana shu 3 ta holatda inson salomat qolishligi eng muhim o'rin. Tug'ilishligimiz bizga bo'lib o'tdi, alhamdulillah, salomat tug'ildik hammamiz. Tug'ilishlikda salomat bo'ldik. Endi oldimizda o'lish bilan qiyomat kuni tirilish qoldi. Qiyomat kuni tirilishlik shu dunyoda o'lishlikka bog'liq. Kim bir narsani ustida o'lsa, o'sha narsa ustida tiriladi. Ibn Kasir rahimahulloh mana shu oyatni tafsirida aytganki,
Alloh subhanahu va taoloni Karim ismi bilan aytib, bu Allohu Karimni holati, sunnati shuni taqozo qildiki, kim nima ustida yashasa, o'sha narsa ustida o'ladi, kim nima narsa ustida o'lsa, o'sha narsa ustida tiriladi. Demak, qiyomat kuni musulmon bo'lib Allohga tirilishligimiz uchun musulmon bo'lib o'lishligimiz kerak. Musulmon bo'lib o'lishlik uchun musulmon bo'lib yashash kerak. Musulmon bo'lib yashashlik uchun Allohdan haqiqiy taqvo qilishlik kerak. Taqvo o'zi nima va haqiqiy taqvo nima? Taqvo bu degani Alloh taoloning savobini Alloh ko'rsatgan narsa bilan Alloh taolodan qo'rqishlik, Alloh taolodan umid qilishlik, Allohning shariati bilan. Ya'ni taqvo bu asli arab tilida viqoya kalimasidan, do'zaxdan saqlanishlik degani. Siz o'zingiz bilan do'zaxning o'rtasiga bir to'siq qo'yishlik taqvo degani. Hatto ba'zi Hasanul Basri rahimahulloh, ba'zi salaflar aytgan ekanki, bu haqiqiy taqvo qilinglar degan oyat mansux bo'lgan. Bu mansux bo'lganligi fattaqulloha mastata'tum oyati bilan Allohdan qo'llaringdan kelgancha taqvo qilinglar degan oyati bilan mansux bo'lgan degan. Lekin Ibn Abbos va boshqa sahobalardan naqllar kelganki, bu mansux emas. Chunki ikkita oyatni jamlashlikning iloji bor. Chunki haqiqiy taqvo qilishlik bu inson qalbi bilan bo'ladi. Inson qalbiga hech kimni saltanati o'tmaydi. Inson qalbiga hech kimni saltanati o'tmaydi. To'g'ri, badanga ba'zi bir zo'ravonliklar bo'lishligi mumkin. Agar zo'rlik kelsa soqol qo'ymasligingiz mumkin. Zo'rlik kelsa, masalan, ba'zi bir toatlarni ko'rinishda yuzaki bajara olmasligingiz mumkin. Lekin qalbingizga hech kim xo'jayinlik qila olmaydi. Haqiqiy taqvo bu insonning qalbida bo'ladi. Bu birinchi qoida bu. Allohga haqiqiy taqvo qilinglar va musulmon bo'lgan holatda o'linglar degan. Ikkinchisi, wa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Alloh taoloning hablini, Allohning arqonini mahkam tutinglar. Ikkinchisi, Alloh taoloning arqonini, hablulloh. Allohning arqoni deganda bu yerda bir hissiy arqon emas, albatta bu. Ma'naviy arqon. Ma'naviy arqon bu Ibn Abbos radhiyallohu anhudan aytilganki, bu arqonni bir uchi agar odamlarning qo'lida bo'lsa, ikkinchi uchi Allohning qo'lida turadigan arqon. Mana shu arqonni mahkam tutinglar. Bunda salaflardan juda ko'p tafsiri kelgan. Hammasining ma'nosi bir xil. Ba'zilar aytgan hablulloh, Allohning arqoni bu, Allohning kitobi bu. Allohning kitobi Allohning arqoni bo'ladi. Ba'zilar aytganki din, islom dini Allohning arqoni bo'ladi. Ikov Allohning kitobi bilan islom dini o'zi bitta narsa. Hatto Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlar, hablulloh bu jamoat degan. Jamoatni mahkam tutinglar. Jamoatda turishlik, yomon ko'rgan narsasi bilan bo'lsa ham jamoatda turishlik, yaxshi ko'rgan narsasi bilan bo'lsa ham jamoatdan chiqib ketishdan yaxshi degan Ibn Mas'ud. Ya'ni jamoatda bo'lib turib, qorni och bo'lib yurishligi jamoatsiz bo'lgan holatda qorni to'q bo'lib yurishlikdan yaxshi. Agar jamoatda yalang'och bo'lib yursangiz ham o'sha yaxshi bo'ladi, jamoatdan tashqarida yaxshi kiyimlarni kiyib yurgandan ko'ra. Mana bu narsa Allohning arqonini mahkam tutinglar degan. Allohning arqoni yig'ib kelganimizda Allohning kitobi bo'ladi. Bu Allohning dini bo'ladi. Demak, biz fitnaga uchramasligimiz uchun, bu dunyoda musulmon bo'lib yashashligimiz uchun eng kerakli narsa Allohning kitobini mahkam ushlashligimiz kerak. Bu ilm o'rganmasdan bo'lmaydi. Allohning kitobini mahkam tutishlik uchun Allohning kitobini o'rganishlik kerak. Allohning kitobidan yuz o'girsak, uni ta'lim olmasak, necha yillar o'tib ketsa ham uni o'qishni ham bilmasak, ma'nosiga qiziqmasak, Allohning kitobini qanday qilib turib biz mahkam tutamiz? Allohning kitobini halolini halol deyishlik, haromini harom deyishlik, mana shu kitobni o'zimizda o'rtamizda kelishmovchiliklarimizda hamma o'rinda mana shu kitobni biz o'zimizga dustur qilib olishligimiz Allohning arqonini mahkam tutishlik bo'ladi. Mana shu shartni qilmagan odam musulmon bo'lib hayotdan o'tishligiga hech qanday kafolat yo'q. Hozir Alloh taolo musulmon bo'lib hayotdan o'tishlik uchun, yana takror aytaman, umumiy bir qoida aytdi. U nima? Va'tasim, Alloh taoloni mahkam tutishlik. Va man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Bu birinchisi. Keyin Alloh taolo uni tafsilotini aytayaptiki, buni birinchisi haqiqiy taqvo qilishligimiz kerak ekan. Ikkinchisi Alloh taoloning arqonini, ya'ni bu dinni mahkam tutishligimiz kerak. Uchinchisi jami'an degan qoida. Ya'ni Allohning arqonini sizlar bu kitobni jamoat bo'lib tutinglar degani. Mana bu narsa jamoatga targ'ib qilishlik bo'lyapti. Shariatning maqsadlaridan, katta bir maqsadlardan biri butun musulmonlarni jamlashlikni shariat xohladi va mana shu jamoatda hidoyat borligini Alloh taolo bizga bayon qildi. Jamoat bo'lib tutmasa inson
Demak, haqiqiy o'sha Alloh taolo xohlagan bu hidoyat hosil bo'lmaydi. Va man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim. Siratil mustaqimga hidoyatlanishlik. Demak, bizning maqsadimiz hidoyat topishlik. Shu islom yo'lida to'g'ri yurishlik. Shu islom yo'lida o'lishligimiz. Mana shu uchun shu 3 ta shartni mahkam bajarishligimiz kerak. Birinchisi haqiqiy taqvo qilish, ikkinchisi Allohning arqonini mahkam tutishlik, uchinchisi Allohning arqonini jamoat bo'lib tutishlik, jamiat. Mana shu 3 ta narsa topilsa, inshaalloh keyin dunyodan nima ustida qanday o'lsangiz o'lavering. Sahobalarning asosiy maqsadi mana shu narsa bo'lgan. Izzat Alloh taolodan deb mahkam bilgan ular. Ishonchlari Allohga bo'lgan. Bizning hayotimizda maqsadimiz bir narsalarga erishishlik, bir natijaga erishishlik emas. Birdan bir maqsadimiz Allohga musulmon bo'lib yo'liqishlik bo'ladi. Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu ning oldiga 2 xil taom olib kelindi. 2 xil taom olib kelinganda u kishi qarab turib, taomga qarab yig'lagan ekanlar. Va aytdilarki, meni birodarim Mus'ab shahid bo'lib ketdi. Vallohi u menda yaxshi edi degan. Lekin kafanlashlikka hech narsa yo'q edi degan. Agar natija muhim bo'lganda edi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rum va Fors fath bo'lmasdan turib dunyodan o'tmagan bo'lardilar. Bizning maqsadimiz natija emas. Bizning maqsadimiz musulmon bo'lib bu hayotdan o'tishlik. Ya'ni xulosa shuki, islom musulmon bo'lib, bu hayotda musulmon bo'lganimizdan keyin shu dunyodan musulmon bo'lib o'tishligimiz uchun biz mana shu 3 ta narsani mahkam tutishligimiz kerak. Alloh taolodan haqiqiy taqvo qilishlik va ikkinchisi Alloh taoloning arqonini mahkam tutishlik. Allohning arqoni bu, xulosa gapning xulosasi Allohning arqoni bu nima? Allohning kitobi bo'ladi. Allohning kitobini mahkam tutishimiz kerak. Bizni bu jamoatdan meni vasiyatim shuki, Allohning kitobini mahkam ushlaylik, buni o'rganaylik, ta'limini o'rganaylik, bolalarimizga o'rgataylik. Vallohi bizning izzatimiz mana shunda. Agar Alloh taolo bizni aziz qilsa, hech kim bizni xor qila olmaydi. Sahobalar mana shu bilan aziz bo'ldi. Mana shu bilan ularning kiyimi, ustidagi kiyimlari bitta kiyim bilan o'tib ketgan. Lekin butun dunyoni g'animatlari, hamma puli ularning oyog'ini takka olib kelib tashlandi. O'sha Abu Talibni shiyabiga, Abu Talibni darasida musulmonlarni qamal qilib, ularni ochlikda qiynab, kofirlar qiynab turgan paytdan keyin 10 yildan ziyodroq vaqt o'tishligi bilan 10 yil o'tmadi, 10 yildan ziyod vaqt o'tdi. Bu hijratda 8-9-yili bo'lgan bo'lsa, o'shandan keyin mana hijratdan Be'sani 8-9-yil bo'lgan. Keyin hijrat qildilar Rasululloh. Hijratning 9-yilida Alloh taolo oyat nozil qildi. Ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najas. Ey iymon keltirganlar, mushriklar najas, ular Masjidil Haromga kirmasin degan. Fala yaqrabul Masjidil Haroma ba'da amihim hada. Fa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullohu min fadlihi in sha'a. Innalloha alimun hakim. Ey iymon keltirganlar, mushriklar najas, ular Masjidil Haromga oyog'ini bosmasin degan. Necha yil o'tdi o'rtadan? Hech qancha vaqt, yaqin vaqtda ularni qamal qilib ochidan o'ldiramiz deb turgan odamlarni Masjidil Haromga oyog'ini bostirmanglar ularni dedi. O'shanda ba'zi bir iymoni zaif bo'lgan kishilar, agar bu mushriklarni bu yerga kirgizmaydigan bo'lsak, bizning iqtisodimiz nima bo'ladi? Asosiy tijoratimiz shulardan bo'ladi-ku. Deganda Alloh taolo ularga javob berib aytayaptiki, agar sizlar kambag'alchilikdan qo'rqsanglar, Alloh taolo o'zini fazli bilan sizlarni boy qiladi. Bu bir qoida bu. Allohning shariatini qilaylik, Alloh bizni boy qiladi. Qanday boy qiladi o'zi biladi. Fasawfa yughnikumullohu min fadlihi in sha'a. Alloh taolo o'zi xohlasa, sizlarni o'zini fazlidan o'zi boy qiladi. O'sha gapdan keyin Yaman ahli musulmon bo'ldi. Yaman ahli ular Hind bilan birga, ularning tijorati bor edi. Hindistondan kelayotgan mollarni Makka ga olib kelishdi.
butun boylik ko'payib ketdi. Tabala ahli ular musulmon bo'ldi, ular dehqonchilik qiladigan xalq edi. Ular o'zlarini dehqonchiliklarini Makkaga olib kelishdi. Keyin Jadda ahli musulmon bo'ldi. Jadda ahli Bahrul Ahmar atrofidagi qabilalar musulmon bo'ldi. Ular Misr bilan tijoratlari yaxshi edi. Misrni tijoratlarini olib kirdi. Alloh aytganidek boyib ketdi. Hozir mana bu bizdagi noto'g'ri tushuncha. Agar biz shariatni qilayotgan bo'lsak, biz kambag'al bo'lib qolamiz, bizdan atrofdan odamlar talab ketadi degan narsa bu eng islomiy tushunchani teskarisi bu. Alloh taolo g'it mana shu narsani teskarisini aytgan. Alloh taolodan so'raymizki, hammamizni birligimizni o'zi Alloh taolo asrasin va mana shu asllarga amal qilishlikka Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Agar biz Allohning orqonini mahkam tutadigan bo'lsak, inshaalloh bizda g'olib kishi bo'lmaydi. Alloh taolo bizni aziz qilsa, hech qachon xor bo'lmaymiz. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastag'firuka va natubu ilayk.